Novostroyka to'liq 3 xonalik bezgulxo'y kvartirani ko'rib chiqamiz. Mana bu eshigimizdan kirib kelamiz. Xo'p. 4-etajda joylashgan. Domimiz 6 qavatlik. Liftimiz yo'q. Xo'p, skvoznoy planirovka desak ham bo'ladi, chunki 3 ta xonasi bu tarafga, bitta xonasi bu tarafga joylashgan. Hammasini derazalari bor. 94 kvadrat ekan. Prixoshkamiz pol kafel qilingan. Prixojin mebelchalarimiz bor. Oynalarimiz chap qo'limizda oshxona. Mana bu yerda ham oyna qilgan ekanlar. Bu ham zamonaviy, yaxshi dizayn. Chunki xonalar odamni qismaydi. Xo'p, oshxona joyimiz kerakli mebel texnikamizni tayyorlab qo'ygan ekanlar. Har doimgidek burchagimizda kontini kacholimiz, jaluzi pardalar qilgan ekanlar. Hozir kech tashqarini ko'ra olmaymiz. 2 qavatlik oyna, akvaplastdan qilingan derazalar, ovqatlanishga zona. Shunday kiramiz, yashaydigan kvartiramiz. Xonalarimiz parket, mana bu pol parket qilingan ekan laminatdan. Va xonalarimizda radiator qo'yganlar. Birinchi xonamizni ko'ramiz. 2 ta bolajonimizga sharoit qilib qo'yganlar. Patologlari baland, pishig'ishdan qilingan Novostroyka ekan. Xo'p, juda katta ekan, keng hamda katta koridorlik. Bu ham o'ziga yarasha juda yaxshi deb o'ylayman. Undan keyingi xonamiz kattalarga yotoqxona. Bu ham juda kattagina ekan, qarang. Mana buni 2 ta xona qilsak ham bo'lar ekan. Derazasi bor, burchakka ayollarimizga zona. Xo'p, kravatlar tayyor va katta shkafimiz bor. Mana bu tarafda yana bitta katta shkaf qilsa ham bo'lar ekan. Va televizor zonasi. Bu yerga bitta televizor qo'yib olamiz. Konditsionerga tochkamiz bor ekan burchagimizda. Xo'p. To'g'rimizda katta zalimiz. Qarang, qanaqa chiroyli kvartira. Uyga o'xshab ketyapti. Xo'p, va sanuzil birlashgan ekan, to'liq kafelda. Vanna, mana hojatxonamiz va bu tarafda qo'l yuvishga sharoitlar bor ekan. Kir yuvish mashinani ham yana bittasini shuga qo'ysak bo'lar ekan, chunki oshxonada bittasi turibdi. Oxirgi joyimiz zalimiz futbolni poli. Men har doim shunday deb aytaman. Xo'p, bu uyimizda konditsioner bor, televizor, kerakli gilam, parda va yumshoq mebelimiz bor ekan. Radiatorimiz bor mana shu joyda. Aytib o'tganimdek, bu tarafda ham deraza bor, u tarafda ham derazamiz bor edi. Ikkala tomonni ochib qo'ysak, skvoznoy planirovka, havo almashinuvi a'lo darajada bo'ladi. Xo'p, ana shunaqa kvartira sotuvga chiqdi. Samarqand shahar aeroport hududi, geofizika deydi. Grand Sultan restoran orqasidagi yangi dom. Xo'p. 4-qavat, liftimiz yo'q, afsuski. 6 qavatlik dom. 94 kvadrat, 3 xonalik. Narxini 99 ming deyaptilar. Albatta savdo bor. Mana shunaqa kvartirani orzu qilganlarga ajoyib bayram deb o'ylayman. Qiziqqanlar tuzuklik bilan aloqaga chiqamiz.